الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براد الله وأكل وأكل وخوهر لا بسوري مبارك منام وبسوري عظيم منام. الله جل جلاله هنا فرمانه من مذاكرة قلابز وبعض معنى لارن ذكر قلابز واستفادة قلابز توك عمل قلايلي وبزلقاء دليل بسن وشفيع بسن وحجة بسن بزلقاء وحجة بول ما سنصط بزلقاء، يعني بزلقاء دليل بسن الله جل جلاله نيولقاء. برادرم وخوهرم بسورة سورة مكي، يعني قبل هجرة محمد صلى الله عليه وسلم نازل بولغان. وبسورانا الله جل جلاله أهوال قيامات ذكر قلاده وعظمات قيامات ذكر قلاده، ومردم ليك قبر دان شخصا قندو بلاد حول اللاره ونذكر قلاده الله سبحانه وتعالى، وتغلاده حالاتنا ذكر قلاده كي آخر ترين حالات قندو بلاده ونذكر قلاده الله جل جلاله. ومردمlarda insonlarda mo'minlarda a'mollarini vaznini tartilgani, og'ir kelganini jazosini zikr qiladi va yengil kelganida jazosini zikr qiladi. Alloh subhanahu va taolo aytadi avvalan oya avvalga Alloh jalla jalaluhu al-qari'a, qari'a qiyomatni bir oti qari'a. Nima uchun qiyomatni bir oti qari'a deyilgan? Aytadi ulamolar, qari'a ma'noyi larza berikon, takon berikon, shuni qari'a deydi. Va qiyomat ahvollari bilan va holallayki ichiga bor va tamom kaun tag'yir bo'ladi va ahvollari bilan yeraylarda larza beradi qiyomat. Shuning uchun oti al-qari'a deyilgan. Oti al-qari'a ichiga sifati bor ki takon berikon, yeraylarda havli azomati bilan. Undan narina Alloh jalla jalaluhu aytadi mal qari'a, ta'kid qiladi Alloh subhanahu va taolo. Nimada qari'a? Ta'kid ber Alloh jalla jalaluhudan. Va ma adraka mal qari'a. Uyo bilasanmi qari'a nimada? Yani Alloh subhanahu va taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi va ma adraka mal qari'a. Nima narsa senga xabar bergandi qari'ani borasidan? Berayina ta'kid وتفخيم وتعظيم قيامات هولنا وعظمتنا. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أيتاد الله سبحانه وتعالى قيامات حالات دان بر حالات شك يكون الناس، يوم يكون الناس شو قارع رزقا قيامت رزقا بلاد مردم لا
كالفراش المبثوث مثل ملخك تتبغن ملخك تتبغن ملختي mardumlar qabridan chiqadilar, qayerga ketarini bilmaydilar. Shunda buzurg ro'z. Va aytadi Alloh jalla jalaluhu: "Va takunul jibalu kal'ihnil manfush." Va xabar beradi bu oyat karimaga Alloh jalla jalaluhu bizlarga holati tog'larning holatini aytadi. Alloh subhanahu va taolo: "Va takunul jibalu kal'ihnil manfush." Tog'lar bo'ladi o'sha ro'zga qo'ydi yunglariki vaqtiga sabalsa qanday yengil bo'ladi va qanday muloyim bo'ladi. Ana o'sha raqam yengil va muloyim bo'lib yerga yopishadi tog'lar. Birodarim, Alloh jalla jalaluhu tog'da holatlaridan xabar bergan qiyomatga necha holatga bo'ladi tog'. Tog' bir holati shuki takon yadi va qimillaydi va undan nari yuriydi. Qimillaydi mahkam va yuriydi. Va yuridi so'ra tikka bo'ladi. Va tikka bo'ldi. So'ra sabal misli qo'ydi yuniki qanday yengil va muloyim, ana o'shanda sabalganday muloyim yengil bo'lib yakson bo'ladi, hamvor bo'ladi. Allohu akbar. Qanday buzurg ro'zdi bu ki Alloh jalla jalaluhu meni va seni kamyoblardan qilsin. Va Allohning rahmatini tayga bo'laylik va Allohning arshini tayga bo'laylik o'sha ro'zga fazl karam bilan Alloh jalla jalaluhu fazl karam bilan amin ya Alloh. Undan nar Alloh jalla jalaluhu xabar beradi. Taroziga mu'minlarda nimalari tartiladi, amollari tartiladi. Shunda mizoniki va munda tarozilayki buzurg va daqiq chiqaradi. Zarra amal qilgan bo'lsang vaznini chiqaradi va jazoingni olasan. Va Alloh jalla jalaluhu fazl karam bilan muomalat qiladi. Bir namoz bo'lsa 10 namoz savobini beradi. Bir ro'za tutgan bo'lsang 10 ro'za tutganing savobini beradi. 10 ro'za tutgandek savob beradi. Bu Alloh jalla jalaluhu fazl karami. Alloh meni va seni fazliga shomil qilsin, fazl karam bilan va rahmatiga daxil qilsin meni va sizlarning og'alar va xavarlar. Aytadi Alloh subhanahu va taolo: "Fa amma man saqulat mawazinu." Ammo u kasiki og'ir bo'ladi. Ammo u kasiki og'ir bo'lsa, mizonlar tarozini nek pallasi, tarozlarini nek pallalari og'ir bo'lsa va gunoh pallasi yengil bo'lsa, namoz tartiladi, ro'za tartiladi, zakot tartiladi va insonning o'zi ham chiqadi tarozining ustiga. Lekin insonning vazniga e'tibor yo'q va innamo iymon bilan va amali tartiladi va natija iymon va amaliga ayuka va ayaka va ay xavharim. Undan nari Alloh jalla jalaluhu zikr qiladi jazoiki u nafariki mizonlari og'ir bo'lgan, nek pallasi og'ir bo'lgan mizonlarini aytadi Alloh jalla jalaluhu: "Fa huwa fi 'ishatir radiya." U qiradi jannatga, u qiradi fa u zindaliye rozi bo'layotgan zindali ki mundur zindali ki tatirakka urmaydi. Olino'g'alar har qancha dunyoga zindali qilgan tafxushli zindalikda qism va gunogun ko'rgin yuragingga uradi inoga. Vallohi inoga yuragingga uradi. Boyli yuragingga uradi. Zindaliki poshsholi zindalik qilgan. Daryoni labiga qasr tashlab o'ltikin. Tamom qism zindalikda qilgan yuragingga uradi inoga. Walakin na'im va zindali jannat yuragingga urmaydi abadan. Nima uchun? Jannat komil. Alloh jalla jalaluhu komil na'imni jannatga qo'ygan edi. Komil na'im dunyoga yo'q, birodar.
undan nari Alloh jalla jalaluhu aytadi: "Va amma man khaffat mawazinu", va ammo u kasiki mizonhoy a'moliniki yengil bo'lsa, ki a'mollari kam, namozi va zakoti va sadaqati kam, yengil va gunohlari og'ir, fa ummuhu hawiya, pas u kallasi bilan otiladi va tushib ketadi va do'zax uni onasi. Haviya degan joy, do'zaxni haviya degan joyiga kallasi bilan do'zaxni quchog'iga tushib ketadi. Alloh rahmat qilsin. Haviya bir kinorai do'zaxni kinorasidan va bir do'zaxni azob joylaridan. وما أدراك ما هي. والله جل جلاله تأكيد قلب وتعظيم قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أدرانا بلسام هاوية ماذا؟ تأكيد وتفخيم. نار حامية. أيتاد الله جل جلاله الصغ له شديد الصغ وقزغ على هاوية الله جل جلاله من وسلار دين وغلا أهل جنة تنقلسن وأعمل الأرض زاغر قسن وبو سورة كريمانة حجة قسم بالزكاة إنهم وخوهرم وقي برسين بو سورة مباركة فكر عندي شاقيا بنو معنى الأرض والله قلبي كرسا قنو كراد مائدة. الله رحمة قسن أما بالزوال كام يوقسن. هذا والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.